U taqdirlanishini kutayotgan edi, ammo yuragi to'satdan to'xtab qoldi. Zita va Gita filmdagi aktyorning fojiali taqdiri. Zita va Gita filmini ko'rgan tomoshabinlar ushbu aktyorni bir ko'rishdayoq tanishadi. Sovuq tabassumli yovuz qahramon. Aktyorning ismi Rupesh Kumar. Tomoshabinlar ushbu aktyorni Gita va Zita filmida Ranjit roli orqali yaxshi tanishadi. Zita va Gita filmida u Ranjit rolida ijro etgan shafqatsiz va ayyor qarindosh. U o'zining jahldor xolasi bilan sodda va himoyasiz Gitani hayotini azobga aylantiradi. Ammo taqdir unga kutilmagan fojiali yakun tayyorlab qo'ygan edi. 1995-yil 29-yanvar Mumbay shahri Hind kinosining eng nufuzli mukofotlaridan biri Filmfare Awards marosimi. Zalda Bollivud yulduzlari, kameralar, yorug'lik, qarsaklar. Yulduzli mehmonlar ichida Rupesh Kumar ham bor edi. U 1993-yil suratga olingan Ona filmida ijro etgan roli uchun mukofotga nomzod deb qo'yilgan va natijalarni kutayotgan edi. Hech kim o'sha paytda aktyorning bu so'nggi kechasi ekanligini bilmagan edi. Birdaniga aktyorning ahvoli og'irlashadi va ko'kragida kuchli og'riq paydo bo'ladi. Uni zudlik bilan zaldan olib chiqishadi va shifoxonaga olib borishadi, ammo yo'lda fojia yuz beradi. Rupesh Kumar tez tibbiy yordam mashinasida shifoxonaga yetib bormasdan vafot etadi. U atigi 49 yoshda edi va hayoti davomida 100 dan oshiq rollarni ijro etgan. U asosan kuchli xarakterga ega yovuz qahramonlarni ijro etardi. Aktyor 1974-yilda Marziya ismli qizga uylanadi va ularning 3 nafar qiz farzandi dunyoga keladi: Mumtaz, Mahtab va Mojdeh. Aktyorning katta qizi Mumtaz keyinchalik mashhur hind aktyori Dilip Kumarning jiyani Zahid Xanga turmushga chiqadi. Aktyorning uchala qizi ham o'z oilasiga ega va ular baxtli hayot kechirishmoqda. Aktyor hozirda tirik bo'lganda u 79 yoshda bo'lardi. Zita va Gita filmini ko'rsangiz, siz yana o'sha Ranjitni ko'rasiz. Demak, u tomoshabinlar xotirasida hali ham tirik.